Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anlatildi. Tuyuqsizlar havo guldirlagandek ularning ustiga minomyot o'qi tushdi. Arqadan pilemotlar tatatlab, granatlar gumburlab, vori jur dab faryod arishga yetdi. Nadanduru urra ovozi gurildab kelatdi. Pilemot, granat, miltiq o'qlari soy topini qiyomat elib keldi. Toshlarning daldisi, mashinalarning osti askarlar bilan, yo'llar jasadlar bilan to'ldi. Signal chelinib, chekinishga komanda berildi. Davomga na mashinalar, na piyodalar yamishib chiqolmadi. Bari yo'qi birli yo'q. Ashu birli davom bar edi. Heli ikki do'st sayga belli yugurib edi. Saydik suvning muzi teshilib, ikkisi tangli suvga tushib ketdi. Helimo suv az, muz asti yaxshi panoh joy ekan. Ular tushandi. Shu topda ularning qalbida vatan qolmagan, birli jon qolgan. Jon saqlash vatanni qo'g'dashda muhim. Jon bo'lsa, suyimlik vataning bo'ladi. Jini yo'qning vatanimi, vazifasimi bo'lmaydi-da. Ular muz osti bilan suv kechib, o'malab, suvning u qetiga o'tib oldi. Bu yerga bomba tushami? Bomba deganning ko'zi yo'q. Vatanni qo'g'dimaq to'limi ta'skan. Jonni qo'g'dimaq unodimi ta'skan. Nimaga yig'laysan? Men Shovgovga xat yozmagan. To'y qiladigan qizing midi? To'y qilishga kirishib qo'ygan edi. Isset. İşki yoqda maaş berdi. Bir yildan keyin yana 20 yillik maoshini qo'shib berdi desa, dadam mang desa, mang deb meni haydab. Menmi namratlik ichidimay bu yerga kelgan. O'layotganlarning hammasi shunda. Bu yerda birmi boyning bolasi yo'q. Banditlarga bizmi kambag'allarning bolalari, biz Sovet ittifoqidagi kambag'allar davlatini xohlaymiz desak, bizni otmasmikin? Bir amal qilib cho'lag'i o'tib ketayli hamsa. Suv bilan yo'qmi? To'nib qolmaymizmi? Midirlaversak o'lmaymiz. Muz ostidan chiqsam o'ladigandek. Allah, pa. Nima chetilgan pilemot? Miltiq zampirak bu. Banditlarmi kambag'al bo'lmas zulm tartibdimi? Kambag'allarni o'ltirib qirib, paylarning foydasiga jinni selib berib etibdi-da. Anga qochaydigan qocholmadim. Mana endi mushu banditlarning orasi qechib borman. Men jazman. Oldimga mangman. G'arbga menayverman. Sharqqa qayrilmayman. Men sendan ayrilmayman. Ular o'mlab suvga milinib, soy suvi bilan tövanga menglaydi. Mangan siri o'q ovozi yiroqlashdi. Oxir ular muz tagidan beshini chiqardi. Ko'tar qo'lini. Ular qo'llarini ko'tardi. O'zlariga o'xshash ikki yosh yigit ularni oldiga silib mangdi. Ular chiliq-chiliq suv ichida edi. Mana endi taroq turuq, g'ajur muz ichida g'al-g'al titrashmoqda. To'nab o'lmasin bu bechoralar, dedi bir chiroyli yigit kulib turib. Shtabga kirib, kiyimlarini soldirib, quruq kiyim kiydirayli. Ikki nafar gomindan askari omon qoldi. Biri yana biriga bandit degan mehribon bo'ladigan-ku, dedi yana biri. Biz haqiqiy banditning qo'ldan qutulgan o'xshaymiz-a, dedi. Ular qutuldi. Qolgan askarlar nim bo'ldi-kin? Nuri Anvar Musabayevning bog' qorosidan xafa bo'lib qaytib chiqdi. Jang qilayotganmi, o'layotganmi kambag'alning bolalari. Huquq tutganlar sapli baylar, ahullar. Vaqtli hukumat qurilg'ili mana 1944-yili 11-oyning 12-kunidan hisoblasak, mana 12-oyning 17-kunigacha 35 kun bo'ldi. Men har kuni jangga qatnashyapman. Sabdoshlarimdan 12 qurbon bo'ldi. Hammasi gimnaziyaning o'quvchilari, milqiniq chorvachi, dehqon bolalari. Men ular bilan qancha qitim mundashgan, billa naqsha etishgan. Güzel kelgusi to'g'risida fikrlashib, billa xushal bo'lishgan edi. Ularga kelgusini ko'rish nisib bo'lmadi. Menga nisib bo'lmasligi mumkin.
biz jang qilamiz. Kelgusi baylarning bo'lib qoladigan o'xshaydi. Anvar Musaboyev bo'lsin, Rahimjon Sabir Hojiyev bo'lsin, bir poy o'q atmadi. Pul mol berdi. Tashviq qildi. Bugun hukumat a'zosi G'anikam jinini olqiniga elib, eng xatarlik chog'lar xuddi Jukovdek oldingi sapda bo'ldi. Lekin kalt qo'shiqning sepi tegmadi. Fatih akaning ranjishi haqliq. Tönügün harbiy ishlar yig'inida Fatih İhsaqbekga hal aytgan. İhsaqbek 11-ayning 16-kuni Sovet ittifoqidan bir batalyon xil qurollar bilan qurollangan. Harbiy tarbiya ko'rgan askari bilan G'o'lji shahriga kelib, haram baqqa hujum qilmagan bo'lsa, partizanlar buncha kuchayib ketmagan bo'ladi. Fatih 4 yil partizanlik qilib, 1600 dan ko'p fidoini to'plab, G'o'lji shahriga hujum boshlamagan bo'lsa, Gomindan bugünkidek 3 o'ringa qamalib qolmagan bo'ladi. Lekin bizga tuzuk o'rin tegmadi. Fatihning gapining o'rami shu. Bu gap İhsaqbekka yoqdimi yo'q, lekin Nuriga yoqqan. Nuri u yig'inga G'ani Baturning vakili bo'lib qatnashgan edi. İhsaqbek yig'inda ikki ehtimolga qarshi tayyorlik qilishni o'ttirib qo'ydi. Bu ikki ehtimolning biri qamaldagi dushman tavakkul qilib shaharga hujum qilish ehtimoli. Yana biri yordamga kelgan qo'shinlar bilan qo'shilish uchun qo'rshovni bo'sishga harakat qilish ehtimoli. Bu ikki ehtimolga qarshi birinchidan shaharni mudofaa qilishni kuchaytirish, ikkinchidan qo'rshovning shimoliy va sharqiy taraflarida kuchli mudofaa tadbirlarini tayyorlash zarur. Biz hozir hujum bilan bo'lib mudofaa tayyorligiga sal qaratamiz. Har qanday bir hujum kuchli mudofaa tayyorligi bo'lganda g'albilik bo'ladi dedi. İhsaqbekning bu harbiy ilmga uyg'un, mahir qo'mondonlik mahoratining ifodasi bo'lgan fikrlariga Abdukarim Abbosov bilan Zonun tiyib nihoyat qoyil bo'lib maqtab so'zlashdi. Hukumat raisi Ilixon To'ra bo'lsa, biz Qur'on Karimni qo'lda chang tutib, islom bayrog'ini egiz ko'tarsakla, har qanday hiylagar dushmanning hiylasimi bizni ozdira olmaydi. Bizning hozirgacha erishgan nusrat, shonu sharaflarimiz Allah Taala hikmetining qudratiga mansub. Dushman chiqolmaydi, qocholmaydi. Ularning go'ri mush haram bog', long shon oyridir. dedi-da, İhsaqbekning fikriga qizg'in muomala qilmadi. Nuri akşam Anvar Musaboyevlarning uyida mehmon bo'lib, shu yerda qo'nib qolib, u yerda attiganlik choy vaqtida Anvar Musaboyev bilan mush masala ustida gap talashib qoldi. Mudofaa tadbirlarimiz amaliylashmasa, g'albini qo'lga keltirish ishonchlik bo'lmaydi. Bu bir harbiy ilm, dedi Nuri. Sovet yerini shundaqli dastlab kelganlar, ha desalar u ish qamlashmadi, bu ish ablashmadi deb bilarmanlik qiladi ekan. Bizning nishonimiz Xitoy bosmachilarini qo'g'lab chiqarish yoki qirib yo'qotish. Abbosov bilan İhsaqbek maqsad Gomindonni yo'qotish, og'dirish. Xanzo fuqarolarda gunoh yo'q deyishmoqda. Vaholanki Xitoylar undaq demaydi. Ularning maqsadi biz xalqni butunlay yo'qotish edi. Bizmi shunda qozonga mundoq jumush qilishimiz kerak. Hokimiyat boshqa, millat boshqa fuqur, dedi Nuri oxiri. G'ani akangiz shundoq qaramdi. Men o'zimga vakillik qila olmayman. İhsaqbek, Abbosovlarning fikrlari menga yoqadi. To'ramning fikricha. Anvar Musaboyev Nuriga sinchilab qaradi. Nuri javob bermagandan keyin Sharq Turkiston hukumatı amdila dunyoga ko'z ochdi. U bir buvoq. Hamma odamning bu buvoqning kulgisini ko'rgisi keladi. Ayrim odamlar uning tishiga tegib yig'latmoqchi, dedi Nuri. Yo'q. Ularningmi, meningmi niyatimiz yaxshi. Qish butun Shinjongdan Gomindan hukumatini qo'g'lab chiqarish, dedi. To'g'ri, Xitoylarni o'zil-kesil yo'qotib, Shinjongni musulmonlarning haqiqiy Sharq Turkiston davlatiga aylantirish. Shinjong degan nomni ism qo'yg'ichilar bilan billa go'riga tiqib etish kerak. Nuri gap qilmadi, ammo xafa chiqdi. Hokimiyat beshidagilarda fikr ixtiloflari paydo bo'lmoqda. U amdila tashqari qo'rodan etini yetilab chiqib, menay deb turishiga, Nur Muhammad,
deb bir tunish ovoz uni chaqirdi. U ittiq qayrildi. Bir qiz uningga qarab kulib kelmoqda edi. Zaytuna ismli bu qiz gimnaziyaning o'quvchisi, bayning qizi, maktab arkisi. Yigitlari to'mir parchasi bo'lsa, u bir magnit edi. Gimnaziyaning yosh muallimlari, o'quvchilarining sarxillari o'z qimmatini bilmoqchi bo'lsa, Zaytunaga yaqinlashib, surkilib ko'ratdi. Az kundala ashundaq yigitlardan nenelari so'ltib qolatdi. Mas bo'lib oladi yoki demi ichiga tushib, mo'rmasga aylanadi. Zaytuna ko'zlari o'ynab turadigan, ilibdak burni ostidagi kishining qarisi qarg'isi keladigan omoq lablaridan kulki ketmaydigan, sutdek oq yuziga qop-qora qoshlari, uzun kirpiklari husn qo'shib, har qandaqini o'ziga qarata oladigan uzun choch, zilva bo'y, yozda ipak ko'nglaklari bilan, qishda hozirgidek qama yoqiliq so'kna palto, musabayu savutidan chiqqan qizg'ush, uzun qo'y to'play va beshiga chiroyli fransuz shalapisi kiyib yuradigan bu qiz hech ish bo'lmagandek, hech kimga azor bermagandek, kunda 2 qatim 2 arg'amoq qo'shilgan kalaskadan irg'ib tushib yuraveradi. O'chaqlarda Nuridek sahroliklar bu qizga qarashga petin olmaydi. Ammo namrat yotoq bolalari oqshomlari yigitlik hissiyotlari qo'zg'alib, bir-birini besib o'ynaganda ostidagi yigitga Zaytuna degan ismni qo'yib oladi. Zaytuna qarab kulib qo'ygani yoki Zaytuna biror konspektni yezib bergin deb bergani yoki Zaytuna uning xizmatiga rahmat aytib 2 tal kamput berib qo'ygani uchun bir kechani uyqusiz o'tkazadi. Mana shu qiz Nurini Nur Muhammad deb chaqirmoqda. Zaytuna dedi Nuri qizning ismini ayminib tilg'ilib. Yaxshimisiz? Qiz qo'lini tivit palaydan chiqarib Nuriga sundi. Nuri ayminib yo'g'on qatmal kuchli qo'lini qizga sundi. Pa, Batirning qo'lini tutish nasib bo'ldi. dedi qiz jaranglik bir oz titrangi ovoz bilan Nurining yo'g'on qop-qora o'tliq ko'zlariga tikilib qarab. Men o'ylagandimmi katta, biz taraz qilishgandimmi ko'rkam yigit bo'psiz Nur Muhammad. Rahmat, meni Nuri davering. Sizni ko'rmagili 4 yildan oshdi. Sizni burunqidan nachchasa. Yo'q, meni maqtama. Men maqtashlardan bezor. Meni ranjitmay desangiz, maqtama. Qiz so'g'uqdimi yoki qizliq iffat, ichki hissiyot sababidanmi ish qilib lo'ppida qizardi. Siz hozir nima ish qilyapsiz, Zaytuna? O'g'illar inqilobga qatnashdi. Qizlardan bir qismi shafqat hamshirasi bo'ldi. Meni dadam Toshkentga ketgan, qaytib kelgili 1 oy bo'ldi. Xo'jida inqilob bo'pti deb anglab, dadam menmi tura olmay qoldik. Azad Sharq Turkiston gazetidan sizning qahramonliklaringizni o'qib xushal bo'ldim. Saboqlashlarim yig'ilib to'nigun bizniki tantana qilishdik. Butun kecha sizning gapingiz bo'ldi. Sizning she'rlaringizni yodlab olganlar bor ekan. Sizning "Sen meni balam desang" degan she'ringiz alomat yaxshi ekan, Nuri. Sizga yoqdimi? Yolg'iz she'ringizla emas. Nima? Bizdek dangallarni maqtaydi ekansiz, ha? U qizning chiroyli ko'zlariga lap qilib qarab qo'ydi. Shu chaq qizning qaragan chig'i ko'zlar unsiz so'zlashdi. Qiz qizardi. Yigit tortdi. Qiz muloyimlik bilan yerga qaradi. O'quvchi vaqtingizda siz ajoyib bola edingiz. Masalan, qandoq bola edim? O'tkir, kamsiz, mag'rur. Siz rostli o'chaqlarda menga diqqat qilganmidingiz? Ishonmamsiz? Sizga qarashga petin olmaydiq. Sizni bizdek sahrolik chalmalarning mengish turishlarimizga diqqat qiladiganligingiz kimning yodiga kelsin deysiz? Nuri etini yetilab ko'chaga chiqdi. Ular yondashib 3 darvoza tarafga mangdi. Nuri rasa to'lg'an, egiz, chiroyli, eg'ir besiq yigit shaharning eng chiroyli qizi bilan ko'chada bilmoqda. Vaqtliq hukumat harbiy komitetiga kirib chiqayotgan partizanlar ularga havas bilan tikilib qarashdi. Kunduzdagi ochiq havo, urush kunbirlashlaridan xoli.
puruq susaygan havodan huzurlanib, ko'chaga chiqqan xushal-xuram xalqlar ularga zo'qlanishdi. Chanada o'ltirib, atlarini o'ynatib, qo'ng'iroqlarini jaranglatib, cho'riqirishib o'tishgan rus qizlari sho'xlik qilib ularga qora chechishdi. Qiz hilidan hiliga Nuriga zo'qlanib qarab qo'yatdi. Nuri bo'lsa qapqara agmi qashri ostidagi xiyolchan, xumar ko'zlarini oq qor bilan chumkalgan daraxtlarga tikib, chiroyli qapqara burtiga yarashgan oppoq kang yuzida qansharliq burnining ustida paydo bo'lgan so'g'uq yotnomisi qirovlarni olqini bilan aralab surtib qo'yib oldirmay mangmoqda. Uning nurisida 5 atar miltiq. Uchisiga yeshil so'kni palto kiygan. Putidagi qelin chamlik o'tkini to'ng'iloqlarga urib qo'ydi. U balki yenidagi go'zal qizni unutgan. Uning xiyoli Nilq ko'chasida jasad qolgan Sabihaga qaytgan bo'lishi mumkin. Hayot bo'lsa, u munu ozod bo'lgan shahardagi ash shadamon qizlardek do'stlari bilan qo'ltiqlashib mangan bo'lmasmidi? Tarixachi. U hozir nada? Na onasi, na qerindish qolmagan bechora qizning nada bo'lmasin xiyoli Nurida. Balki mush turqida u Nurini o'ylayotgandir. Balki u Nurining jonajon do'sti Hamidning ismini saqlab qolgan kichkina Hamidga dadasi Nurining Liyanshandagi so'qishda tam portlatganligi. Cho'ng qarisu Sultan Uvays mazari so'qishlarida G'ani Baturni do'rab, Go'mindan askarlarining qo'lidan etilayotgan miltiqlarini tortib olganligi. To'g'risidagi gazetga yozilgan maqolani hikoya qilib so'zlab berayotgandi. Nuri Parixa bilan oxirgi qitim Sultan Uvays mazarida ko'rishgan. Qiz o'g'ilchi kiyinib, Ivanning partizanlari bilan shaharga mangan edi. U aldirab Nuri aka, Hamid aman, uni Nilqida bir ro'z mo'may beqiyotdi degan gapni oraladi deyalagan. Nuri doktorda yotganda Moldajon bilan Navan uni yo'qlab kelib, biz Nilqini ozod qildik degan. Balki Parixa hozir mush shahardadir. Balki u onasiga tegil bo'lgan ko'kchilik tarafdagi Abdumar Mingbegining uyini egilgandir. Bola bilan rus ayolmo balki shu yerdadir. Uning dadasi, ufqillari, balasi va Parixa to'g'risida o'ylagani mana o'sha. Ularni aslashga sabab bo'lgan boyning qizi Zaytuna uning yengidan asta tartib: Nuri, bugun bizning uyga taklif qilsam bora olamsiz? dedi ayminib, huduqib, qasirib. Dadamning sizni bekmi ko'rgisi ba, sizga deydigan gapi tayyorlagan so'g'isi ba o'xshaydi. Men sizning Musaboyevlarniga ketganligingizni anglab izlab kelishim. Bugun bo'lmaydi. Tushdan keyin biz ko'körchi davoniq mangimiz. Ne u? Jan tarafdan bu yoqqa o'tadigan ocholning bir qantidagi tog'. Go'mindan askarlari shu yerdan kelyapti. Bormisimiz bo'lmamdi? Biz partizanlar so'qishdan boshqani o'ylamaymiz Zaytunam. Sizlarnikiga g'o'ja ozod bo'lganda boray. Hozirmi ozodqu? Kuch o'rinda Go'mindan askarlari qamoqliq. Ular hujum qilib chiqishi mumkin. Shahar tamoman tozalansin. Siz qaramkansiz, biror xatar bo'lib qolsa-chi? Biz qasam ichgan, o'lsak shahid, qolsak g'ozi. Men sizning g'ozi bo'lishingizni orzu qilaman, Nuri. Men ömrümde birinchi qatam bir yigitga yilinyapman. Xuddi sizning hayot mamotingiz mening baxtim bilan munosabatlikdek. Qiz Nurining tugmasini o'ynab, yerga qarab turib shularni dedi. Dilqut xazinasi. Ha, Nuri, qoldis o'chujum olsan. Qara, bir kuchdan ajoyib qirg'ovulni opdi. Ha, nimachi chiroyli qiz bu. Qo'y, eliqni o'g'ayliringni. G'ani Batur bir to'p odamni agashtirib, Nuriga qarab varqirab so'zlagancha otliq kelmoqda edi. Xayr qo'y Zaytuna, dedi Nuri etiq sakrab minib. G'anika, bu qiz meni saboqdishim. Avval yotoqdosh, keyin tovoqdosh, ondan yostiqdosh. Qiz yo'lning u chetiga o'tib, kalaskaga o'tirdi. G'ani qizdan ko'zini uzalmay qoldi. Boyning qizi o'xshamamdi. Ha, tilingni chaynama.
Hele bak men bürktümni koyup berman bu mekan qirg'a olunga. Onun adamları ko'chani bir elib qaqoqlab kulishdi. Ko'kirchiniga berish uchun jil yuzdan yoki Panjimdan To'g'risuga boradigan yo'l bilan shimoldagi To'g'risuv g'uliga kirib sharqqa minish kerak. Nurg'un bal g'ullardan o'tib, sol tarafdagi qaptada ochal bilan jingdan keladigan dushman askarni kutib, qarmuz ichida yetish kerak. Qachon yetib berib, qancha vaqt yotadi? Bunisi qarang'u. Mana otliq qo'shin Panjim g'uliga kirdi. Razvedkachilar yuqorqi Panjim atrofidalar dushman askarlarini bayquduq deb to'xtatib qoldi. Bu qatimqi mudofiaga mas'ul bo'lgan Ihsoqbek partizanlarga ikki qoptalni egilab dushmanni ichkariga kirgizib, qiston eg'zini bo'g'ilib zarba berishga buyruq berdi. Nuri 43 yigitdan boshlab qalin qarda o'milab qoptallarga kirdi. G'o'ja nahiyasidan safarbar qilingan bu partizan yigitlarning qurol ishiltish, o'zini daldiga elish mahorati to'van edi. Ular aran 3 kunlik mashq qildirilgan. Qimmatligiga ular o'limdan zodili qo'rqmaydiganlar. Ular qilin qarga ko'milib, vijildab turgan shivirg'anda tövanga sagaklik bilan qaramoqda. Mana qilin kiyimlarining ustidan oq xalat kiyib, qarda yo'shirnishga tayyorlanishgan dushman tövallab g'o'l ishga kiradi. Ularning quyrug'i o'zilari emas. Ular shahardagilar bilan birlashib olib, ikki yoqdan hujum qo'zg'asa, to'lim xavflik. Yiroqdan signal berildi. Nurila tövandagi dushmanlarga o'q yog'dirdi. Granat etildi. Qarlar uchib, o'qlar vijildab, g'o'l ishidan tuman, qiyoqas, dod-faryod ko'tarilib, jimjit tabiat shovqinsiz g'o'l ishida misli ko'rilmagan malomanchilik paydo bo'ldi. Dushmanlar toshlarni, do'nglarni dalda qilib, qattiq qarshilik qilishdi. Lekin ilgirlay olmadi. O'lganlari sunoyilinib yetishdi. Aman qolganlari kayniga chekinib, bargan siri nurilardan yiroqlashdi. Bir hazadan keyin ikki belga o'q yog'dirib, yana hujum bilan kelishdi. Ular eg'izdan chiqib ketmoqchi. Chiqib olsalar, kangchilik, aburun tutishga aplik. Lekin ular yana chekindi. Ular chekingan siri Ihsoqbek ilgirlashga buyruq berib turdi. Qayt hujum, kuchlik mudofaa bilan yarim kechadan ertasi kun chiqqacha qattiq jang bo'ldi. Nurining yigitlaridan 6 qurbon bo'ldi. Hayot qolganlari atrofdagi qor ustida chiu qilib turadigan jon olg'ish o'qlar orasida o'milab, asta janib qisiljamoqda. Atdiganligi hujum pasaydi. Partizanlar xaltalardagi suxarinan va oldidagi qor bilan nashti qilib elishdi. Pima, qalin jug'larmi yanvarning qattiq sovuqidan harorat berilmaydi. Uni ozdab shivirgan ularning manzillariga qor puchqunlarini chachatdi. Har bir qadam, har bir nafas partizanlar uchun qimmatli edi. O'zidan bir necha hassi ko'p, harbiy ta'lim-tarbiyada pishgan muntazam qo'shin bilan elishayotgan bu yigitlar Katman, O'rg'oq, Ora, Gurjak bilan lahapilishib, etizlariga naqshi aytib berib, naqshi aytib qaytib, hayotida miltiq ovozini anglab baxmagan g'o'lji dehqonlarning sodda bolalari edi. Lekin ular emgak tarbiyasini ko'rgan. Eg'ir emgak, tabiat bilan elishish jabrlari ularda iroda, g'ayrat va jasurlikni yetildirgan. Ular qalin qarda sunoyilinib yetib olib, tirnoqlari bilan yer tadalab, o'q etishga aplik joy izlashga xeyli mohir bo'lib qolishgan edi. Qor bilan o'xshash rangdagi midirlayotgan nishonni challab etib tekkizishda 10 pay o'qning 7si yoki 8i zoya bo'lsa-mu, 2-3i ularni rozi va xushal qilmoqda. Ular dushmanlarini o'ltirishning xuddi to'shqon tutib olgandek, o'g'liq apqashgandek ko'ngillik va xushallik ekanligini tushunmaydi. Ular bu xil jafoli hayot ishidami ko'ngil xo'shligi, mavjudligini bilmaydi. Lekin bayning qizi Zaytuna xushalligidan ayrildi. U ko'chadan ham hayajonlangan, ham gangirgan, asabiylashgan holda kirib keldida, hovlining o'ttirisida kalaskadan tushdi
va taxtaylari qip-qizil surtilgan pallampay bilan peshayvonga chiqib, qo'sh qanotliq yo'g'on ko'k eshikni ochdi. Dada, Oy qizim. dedi butun xushalliqi qizning xushalligi bilan zish bog'lanib ketgan cho'ngboy o'ng tarafdagi qalin gilamlar bilan bezalgan uyida uzun kresloga tashlangan mamut yostiqlardan ostan ko'tarilib. Keldingizmi qizim? u ketdi. dedi qiz o'zini o'ylamayla dadasining yenidagi kresloga tashlanib. Dada, onun o'q tegarmi? Kimga qizim? Dedim-ku, savoqdishim Nur Muhammad. Ha, heliqi gazetga yozilgan sahroliq bolandamsiz? U haqiqiy qahramon, u haqiqiy yigit. Siz uni topaladingizmi? Tepibsiz-da. Ha, salom bergili keladigan bo'ldimi? Hajab isib ketdimi? Tamlashlarga ko'mirni jiq solgan o'xshaydi. Uy ichi xuddi yozdek. Rost qizi, qarama, chivillar tirilgil turibdi. Ha, kelaman dedim-ku qizim. Keyin shaharda o'q ovozi anglanmas bo'lganda, hamma odam g'albi xushalliqi bilan kulgandek kelgudak. U nega ketdi qizim? Ko'kirchindamdi bir taqqa kelayotgan Gomindan askarlarini to'sig'ili. Ko'kirchin? Ha, bizning yayloq emasmi? Heli qichoqda siz ot minib xushal bo'lgan tüp-tuz qaptal. O bizning yerimizga beribdi-da axir. Qiz xushal bo'lib dadasining tiziga nozik qo'llarini qo'ydi. Dada, savoqdoshlarimni uyga chaqirib paranglashib o'ltiraymi? Bugun Anvar Musoboyevlarnikiga mehmonga boramiz emasmi? Elixon to'ram, Hekim Bag'ojam, mutaoli xalpitimlarmi keladi. Yangi hukumatimizning rahbarlari bilan belli bo'lamiz. G'ani Batur degan odam eskikan dada. Undoq demang qizim. U degan xalq botiri, o'q tegmaydigan, dushmanlarga o't bo'lib ko'rinadigan odam. Men alvastadek ko'rindi, eskikan dada. Bari anglab qolmasin qizim. U to'limi qaram, qilaman deganni qiladigan odam. Men bormayman dada. Do'stlarim bilan uyda paranglashaman. Eminjon? Uyga bosh buxgalter qo'shimcha boyning kotibi darhol kirdi. Xo'p, Zaytuna xonim. Xonim deyman-a? Zaytuna desangiz bo'ldi. Xo'p, Zaytuna. Siz mening do'stlarimga xabar qiling. Qaysi kunki 6 qiz, 4 o'g'ilga hozirlamang. Kech soat 7 ga biznikiga choy kelsin. Xo'p, Zaytuna Bay qizining olmos ko'zlik uzuklar, oltin soat va bileziklar bilan valvul qilib turadigan qo'llarini tutdi. O'g'lim yo'q, lekin 100 o'g'ilga bargsiz qizim borda mening. Dada, siz Nur Muhammadga nima sovg'a bermoqchi edingiz? Sizcha nim beray qizim o Baturga? U bir nomard dehqonning bolasi ekan. Uningga bir qo'ro'jay taqdim qilsangiz deyman. Ma'qul qizim, shundoq qilay. Nog'irchidagi joyni berar. Yana 100 qo'y, 50 sar oltin. Dada! Qiz dadasining bo'yniga gira soldi. Anglayotganinglar beli qutoridan anglatylayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Tarixa izlab yurib, oxiri Ziyovuddinning uyini topdi. U uyga kirdida, bayra Harambaq urush maydonidan qaytib kelib, kanda uxlayotgan Ziyovuddinni uyg'otish uchun uning ayoliga buyruq qildi. Buning hada muhim ish. Ayol chiroyli o'g'ilcha yasangan seriq choch qizga hayron bo'lib, "Siz kimsinglar?" dedi qiz. Ziyovuddin kimni biladi? dedi. Angacha Ziyovuddinmo ko'zini ochdi. Voy, Sabiha, siz? Men Tarixa, Sabiha o'lib ketgan. Anglamaganmisiz? Ha, aras anglagan. Nuri aytgan edi. Osiya xonimmi? Voy, bu kofir dushman. U yerga qaradi. O'ltiring, nimishqa o'rib tursiz? Vaqtim qiz, bir muhim ish bilan keldim. Boshqa gaplarni keyin deyshamiz.
Men tikandek yolg'iz qoldim. Ya ota-onam, ya qarindoshim tuqqunimmi yo'q, becharaman. Talimga dadamdan bir o'g'il qoldi. O mening jinim. Uni bir ro'zxotim beqiyotidi. O men yolg'iz. Menga opamdan qolgan bir qo'ro joy bor. Siz bilasiz, Abdumarning ko'kchiligidagi yeliqi joyi. 6 eg'iz uy, cho'ng bog'. Sizlar bu 2 eg'iz uyda qisilib qolsizlar. Men sizlarni shu uyga ko'chirib olib qo'ymoqchi. Bu O'ylanishga vaqt yo'q. Hozirda ko'ching. Meni xush qilay desangiz, mendek bir yetimning ko'nglini yerda qo'ymang. Hozirda ko'ching. Bo'ladi. Ma'qul, ko'chay. dedi Ziyoddin gadini silab. Tog' ichida mana 4 kun bo'ldi qattiq jang bo'lmoqda. Aksini tartishib Daramo bu yerga kelgan. Mana shu attiganlik ochiq sovuqda aksining tizig'iga beshini qo'yib tatliq uxlamoqda. Burt xat tartgan so'ngki dadasiga chiroyi anisiq tartgan 17 yoshlik go'zal yigit Nurining enasi, dadasining qanati. O dadasining dardiga sherik bo'lib, kishilarga malay ishladi. Dadasi turmaga kirganda judun chapqonliq hayotda qarindoshlariga animikiyonda qanot yapdi. Endi aksiga agishib, miltiq tutib, xalqning dushmanlari bilan elishmoqda. O aksining yenidan bir qadam neri bo'lmay, qari muzda yetib qo'pib, aksi nima qilsa shuni qilib 5 kundan beri jang qilmoqda. Nuri inisining qo'yuq, yirik chachlarini taradi. Yerilgan yirik yuzini siladi. Ko'rgan rahiting tartgan japoyingning mingdan biriga tang emas. O'lmay qolsam qadrlik inim, sana hayotning lazzatini ko'rsataman. Seni baxtga erishtiraman. O'zim erishmasam mayli, dedi u ichida. Tat. Dushmanlar yana hujumga o'tdi. Nuri Darani noqadi. Dara miltiqini quchoqlagan peti o'rnidan turdi. Nuri uni darhol bosdi. Atrofdan chiv qilib qor ustida pijildab ko'zdan g'oyib bo'lgan jam olg'uchilar ko'paydi. Nuri inisini yana noqadi. Inisi jim yotdi. Uning yuragi jig' qilib qoldi-da, inisini yo'ladi. Daraning dumbisi tekkan yeri qip-qizil qon edi. U inisining ko'krigiga qaradi. Naq sol ko'krigida uyib qolgan qon. Inisi jon uzgan edi. Dara! deb varqirdi u asabiylashib va oldidagi qo'rim toshni murisi bilan ishtirib, "Qirmedima!" deb qattiq varqiradi. Cho'ng qo'rim tosh yuzlagan ushshaq toshlarni billa haydab, g'o'l ichida havo guldirliganda qattiq sado paydo qilib tövanga o'qoladi. Toshlarning kaynidan qo'lidagi avtomatning payniki murisiga terib tatatlatib atqanicha Nurimo pastga qarab yugurdi. Xuddi hujumga komanda berilgandek, ikki qoptaldagi dehqon yigitlari miltiqlarini atqanicha sayning tapini qarab yugurdi. Ular o'qdak etilib tushishiga o'diqib ketgan dushmanlar shimolga qarab qochdi. Qochgan dushmanlarni Ihsoqbekning otliq yigitlari bilan Nuri boshliq piyodalar shiddatli hujum bilan toki kun peshin bo'lg'ich qo'g'ladi. Saydagi jasadlar sayning teshidek bo'lib ketdi. Uning oxiri ochal eg'izidan yondi. Butun qo'ldan o'q ovozi to'xtadi. Birla Nurining ovozi tex to'xtamagan edi. U inisiga umr bo'yi jafo tortib, orali 17 yil yashagan tug'ilish azob, yashashmi azob degan nazarini hayoti bilan isbotlab bergan jafokash dehqon o'g'liga un selib yig'lamoqda edi. Bu kun uning eng azobli kuni. Bu kun uning yuragiga eng og'ir jarohat tushgan kun. Bu kun uning umid orzularining yerimi barbod bo'lgan. Uning go'zallik to'g'risidagi tuyg'ulariga qora soy tashlagan kun bo'ldi. Uning yeniga Ihsoqbek keldi. "Yig'lama bolam", dedi gavdilik, eg'ir besiq, salmoqliq harbiy rahbar uning murisiga qo'lini qo'yib. "Meningmi yosh o'g'lim mushularning qo'lida o'lgan. Butun oilam vayron bo'lgan. Biz taqdirdosh.
Yig'lasak belli yig'layli, ammo hozir yig'laydigan chaq emas. Düşman qachonning u tarafida bizga miltiq tanglab turyotidi. Ko'z yechi bilan ularni yo'qotqila bo'lmaydi, balam. Nuri ko'zlarini surtib, tishlarini g'uchchiriltib shimolga. Qaptalning nerisi qaradi. Ko'kchilik mahallasidagi kang kushoda uylarga Ziyoddin shu kunida ko'chib keldi. Uningga yaqini ozodi eg'illar bilan kangri bog'lar edi. Ziyoddin ko'chib kelibla o'g'za, o'yla ko'chaning qorlarini tasladi. Hamma yerni supurib, pak-pakiz qilib etib, 3 otni o'qirga bog'lab, tayyor bididan selib berib, xotini bilan kangri, yo'ruq taxtayliq oshxonada choy ichib o'ltirib, uningga Qizlar qinqiniga patmay xush bo'lib ketdi. Baro bilan Daro kelsa, texmi xushal bo'ladigan bo'ldi. Qara, qo'ydin 10-20 mini, seg'in siyirdin. İşkini akirib olsaqmi, eg'illar shundoq kang kushadi ekan. Devidi xotini. Nurining to'yini qilib olsaq, ajabmi yaxshi qizgina bu qiz. O'ris xotinmi bizchi biladigan-da. Pa, bu vaqt nima cho'maq, ko'zlari Nurining ko'zlariga o'xshaydi ekan. Hamid desam, ishti kulib qaraydi texi. Qizlar qo'lidan tushirmaydigan bo'ldi. O Nurining o'g'li ekan. Nuri balam cho'ng dadisi Muxtarkamni do'rab. Hay, bu balaning onasi. Hozir qizning hadis Sabiha. O Nuriga oshiq edi. Bu bala oshiq ma'shuqning yotnomisi. Sabihani onasi Osiya og'chini go'mindan etivatdi. Hay, isi. Bu narsedimi bizdek ballardek yetim. Serik qizning eti Pariha. Bu bala Sabihaning singlisi. Bu vaqtning kichik opisi bo'ladi. Hadisi o'lib ketgandan keyin singlisi ravo bo'la ha. Mutaoli xalpitimgida bir kun nikoh o'qitib qo'ysaqla bo'ladi. Sizning hali qashqaliq og'iningiz bu uyni bilmaydi-da. Xalpitimga dedim. Xalpitim dab berdi. Saparoxonning bu yerga kelgudak cho'lisi yo'q. U kecha-yu kunduz miltiqni Liyanshanga tanglab, okopdan chiqmay o'ltirdi xotin. O qaltismargan, chivinning ko'zini chanliyalaydi jumo. Uyga buvoqni ko'tirib, Ro'zxotin kirib keldi. U kiribda so'zlab ketdi. Bu bala Nurining o'lkoni hamma ketdi. Bala uyda yertib yig'ladi. Shunda men kirdi. Uyga apardi. Evan men endi bo'ladi. Fatih, Akbar, G'ani hammasi botir. Ular so'g'iz qiladi. Biz bala bakadi, bo'l ham so'g'iz. To'g'ri, Mamushka bola baqqanmi bir jang. Men otlarga bidi selib berib jangga boradi. U o'yladan chiqishiga darvoza oldida Muxtarbay paydo bo'ldi. Ular qizg'in ko'rishdi. Durust, yaxshi bo'pti, dedi Muxtarbay. Bu yerga ko'chib kelish jarayonini Ziyoddin tafsiliy so'zlab berib edi, anglab bo'lib, Osiya og'chig'i tegil uy bu. Abdumarning onasining haqqi yo'q. U haram bog'da odam go'shiga toza to'yg'andi. Hayton, Xitoylar uningga go'shni o'zlari yeb, odam po'qini berdimikin dexe. Xo'p bo'ldi. Hamma haq patgan jonga u patmadi. Nima uchun? Niyat yomonning qozini to'shib bo'ladi-da. Ha, yur qani. Muxtar akangni mehmon qil. Qizo akaldim. Xotiningga neren qolsin? Belki o'ray varqirsamli bo'ladi. O'ray varqig'ili 40 kun bo'ldi. Kunduli hujum, kunduli o'ray. Mat qilmaydi-ku bu go'mindan degan. Uyib ketdimi nima? Ahmaddan so'rasam oz qoldi deydi. Zodi bu hukumatga Ahmadni boshliq qilmasa, haram bog'ni olg'ili bo'lmaydi. Uni demasam, bu Elixon to'ram xalqni oldin qisabga haydashni biladi ekan. Jangning yo'lini toza bilmaydigan o'xshaydi. Bu anjonliq so'qishning yo'li na'dan biladi? O'rnini Ahmadga barsa bo'ladi. U Ahmaddan hozir nima ish qilyapti?
O hozir gazetxonda ishlayotdi. Soy katta degan ha. Men mota oliy xalpitimga, lekin ba hojamga dedim. Ularmi Elixon to'rining og'zi qaraydigan o'xshaydi. Ehsoqbek degan qirg'iz yomon nima ekan? Anglasoq, Panjim soyga kelib qolgan dushmanni haydab, ochangning nersiga o'tkazib yetibdi. Ha, Nurida xabar bormi? Uni 40 partizanga bosh qilib, Ehsoqbek bilan billa ochalg'i so'qishga vatibdikan. Bizning Daromo belli ketdi. Daro G'ani Botur agishib, Kunas tarafga mangdi. Boturlar uyoq-moyoq mengaverib, mo'lo haram bag'dagi dushman yopirilib chiqsa, kuch elish olmay qolmasmiz ha. Bu yerda Monini Boturlar bor. O'rislar ko'payib qoldi. Butun G'o'lji xalqi bu yerda dushmanni qo'rshab turibsa, chichangshiydigan 5-10 mo bu gomindangni. Kun o'tirishqa g'irish qoldi. O'yla qizil shafaq bilan nurlandi. Kaptarlar, qog'ina, paxtak, qushqashlar peshayman shoxlarida shavqin ko'tardi. Ziyoddin qushlarga dan chashdi. U ham yeza, ham shahar turmushi aks etib turadigan bu ho'yladik turmushdan intayin rozi. U bugun xushal. Mana arg'amoq menib, dumbisiga miltiq esib, darvoza oldida Parixa paydo bo'ldi. U bir qozoq qizni boshlab kelgan edi. Ziyoddin ularning etini oldi. Ular ho'ylaga amdili kirishiga darvoza oldida bir kalaska to'xtadi. Kalaskadan ajoyib katta kiyingan, to'limi chiroyli bir qiz tushdi. Harvikash kalaskaning kaynidan bir sanduq bilan bir tog'ora molni tushirdi. Ziyoddin aksiz bo'lamsiz? Shundoq, dedi Ziyoddin ayminib. Men Nurining saboqdoshi, ismim Zaytuna. Biz saboqdoshlar oqshom jam bo'lib, aramizdan chiqqan qahramonimiz Nurmuhammad Ziyoddinning ruhiga oprin o'qidik. Uning botirliklarini gazetdan o'qib ta'sirlandik. Sizga rahmat, qaltis o'g'il tarbiyalabsiz. O'yladan Muxtarbay Parixalami chiqdi. Qiz jarangliq ovoz bilan so'zini davom qildi. Bu sanduq bilan tag'ar saboqdoshlarning ko'ngli, buni ozgina oltinmi ba? Az ko'rmay qabul qilsangiz. Bu nima bu? dedi Muxtarbay kulib. Rahmat demamsan. Bu ashundoq nomusjon. Men cho'ng'atsi bo'lgandan keyin rahmat aytay. Bekorlik qoyib javobsizlar. Siz kimning qizi bo'lasiz? Men bilmaydigan boy yo'q bu shaharda. O muhim emas. Men Nurining saboqdoshi. Qiz qizardi. Muxtarbay Ziyoddinga, uning xotiniga, oxirida Parixaga qaradi. Er-xotin qo'l qovushtirib xushal turibdi. Parixa tomdek tatirib ketgan edi. Qani, uyga. Yo'q, men Mashhadulga qaytay. Bir kun so'rashtirib yurib bu uyni aram topdik. Sizlarga rahmat. Qiz kalaskaga yenik sakrab chiqdi. Bir jup bo'z arg'amoq o'ynaqlab yurib ketdi. Mushundoq kelning bo'lsiz aziyat ha. Parixa bilan qozoq qizma atlandi. Bu nima qilganinglar? Kelakelmayli amdi. Hamidni ko'rdik, uxlab yetibdi. Xushal kelgan Parixa xop qaytdi. Ko'nchilik tutib qoldi-da, dedi Muxtarbay kulib. Bu mo bir jang, haram bog'dagi jangda qilishmaydi. Undoq demasan-chi, aka. Ular qaqaqlashib kulishdi. Bu Ziyoddinning uzundan beri haqiqiy shodlik kulgisi edi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zo'rdin Sabirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjongning har qaysi joylaridagi Shinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.
xazinasi, Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bilqutun bil. Bilqut